Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Herocraft. Bugungi videomizda video olmaymiz. Bugungi videomizda video olamizmi, yo'qmi? Mayli, olamiz sizlar bilan, lekin sizlarga bundan oldin bitta zo'r kanalni tavsiya qilmoqchiman. Mana aytgan kanalim, bu kanalga obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Mana shortslar bor. Har doim mana ana shunaqa anime rasmlarini chizib chiqaradi. Mana bittasini sizga ko'rsataman. Mana ko'rdingizlarmi do'stlar, juda ham qiziq videolari bor. Obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Xo'sh. Tamam, mana Mafiya. Obuna bo'lish yoddan chiqmasin do'stlar. Unda videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, sizlarga yana bitta yangilikni aytaymi? Mana bunga kiramiz, mana ko'ringlar o'zlaringiz. Bizlarga 2007 Manchester United'ni berdi. Qiziq. Buni ko'ring, 2007 Manchester United'da kim o'ynashini bilasiz? Mana. Do'stlik uchrashuviga kiramiz. Klublarga o'tamiz. Angliya klublaridan 2007 Manchester United. Yo. 2007 Manchester United'da 99 Ronaldo bor. Va, просто wow bu do'stlar. Просто wow. Xo'sh. Endi bu yoqqa kiramiz. Buni kichiklashtiramiz. 6 minut yetadi bizga. Biz 2007 Manchester United'ga qarshi qaysi komandani o'ynatamiz bilasizlarmi? Barselonani o'ynatamiz. Qani, Messimi, Ronaldomi? Ko'ramiz. Qani. Do'stlar, mayli, men Barsa bilan o'ynatmayman. Real Madrid bilan o'ynataman, lekin eng qiyin zonada. Uni professional odam ham yuta olmaydi. Men professional zonasida o'ynab ko'raman, mana. Professional zonaga qo'ydim. Qani yutolarmikan Real Madridda? Qani bizlar bu kim omadli. Qani boshladik. Lekin eng qiyin zonasida ularda Sergio Ramos, Casemiro, Modric, Cristiano Ronaldo, Bale, Toni Kroos, Benzema. Vay. Bizlarda ham Ronaldo bor, Giggs bor, Sanchez, Kriek, Van der Sar, Rooney. Qani taktikani to'g'rilab olaylik. Xo'sh. Yo'q, Rebi kerak ekan. 86 to'g'ri. Qani 89 mana 1 2 3 qani boshladik. Yutolarmikan do'stlar? Madrid o'ylaysizlar. Qani bu reklamalar ham ana kirib kelishyapti, yaxshi. Xo'sh. Ana 2007 Manchester United. Men Ronaldoning muxlisiman. Real Madrid tanlamading desangiz, endi Manchester Unitedda Ronaldo zo'r o'ynaganda. Ronaldo, hozir bitta gol urib ketadilar bizlar. Ronaldo yo'q-ku. Yo'q. Gol urmasinlar endi. Yaxshi. Mana pas beramiz. Ronaldoga pas. Yo'q, Ronaldoga emas.
Voy, bular o'ynashya. Voy. Davay endi. Davay. Davay endi. Yo'q. Gol urishga yo'l qo'yma. Yo'q, yaxshi. Bular umuman gol urmaydi-ku. Benzema. Yo'q. Yaxshi. Do'stlar. Men qo'rqib ketdim. Yaxshiroq pas ber. Benzema keldi. Yaxshi. O, Ronaldo aldiydi. Nima qilding? Ikkinchi Ronaldoga pas bera olmayapman-da. Vay. Qani ketdik endi. Xo'p. Yaxshi Ronaldo. Yaxshi, oldi o'tdi Marcelo. Sergio Ramosdan o'tamiz. O'tdik. Yo'qdan chiqani o'tamiz. Ko'tar. Vay. Naves tutib oldi. Ronaldo Roney kalla qo'yishga ulgurmadi. Mayli, davay Ronaldo. Sizlar kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Faqat mafiya emas, men ham kanalimni rivojlanishiga yordam beringlar-da. Pas Ronaldo ketdik. Marcelo oldi. Yaxshi. Qani? Ronaldo o'tadi. 2007 Ronaldo. Oh, nima bu? Ronaldo qani? Ronaldo ketmasin. Benzemadan oldim. Yaxshi. Solchas Ronaldoga o'tkaz. O, birinchidan tugadi. Do'stlar, yomon. Ketdik. Davay, Roney. Davay. Solchas yaxshi ko'tarib yo'q. Qilmoqmiz-ku. Ronaldoni bu tarafga qo'yaylik. Bu tarafda ham o'ynasin. Hop. Voy, yiqitdi-ku. Yaxshi. Rotaga ber. Yomon şey oldu. Yaxshi. Ronaldo. Ay, ulgurmayapti. Ay, Benzema'nın ötüşü yok. Ona gol atıp ketadi. Yaxshi, Anderson. Yo'q. Voy, nima bu? Nima bu? Vay. Yatku. Yaxshi, unaqa qilish mumkin emas-da. Yaqinroqdagi bir ko'tar yaxshi. Avda zo'rman. Davay. Haqiqat yo'q bu yerda. Haqiqat.
Ye, nima? Lo'q. Birovni yutqazyapmiz. Davay endi. Yo, bira chiqsa endi nima qila olasan? Voy, orqani yopish kerak. Benzin urib ketdi-ku ikkita kun. Ikkiga bir etaylik bo'lmasa. Buni bitta orqaga olib qaytamiz. Bitta aldab o'tib. Yo, aldamadi-ku. Jos. Ronaldo. Benzin. Ronaldo. Yaxshi, so'lchiz. Van der Sar. Yaxshi. 2-0 nima bu? Yo. Yo'q, nima qildi ya? Voy, nima bu? 2-0 qoldikmi? Sizlarga yangi uchrashuvda ko'rishguncha xayr.